Hyundai Tucson'ni gibrid kelib qoldi. Bu kamdan kam uchraydi. Bu O'zbekistonda endi balki bittadir, ikkitadir, men bilmayman. Lekin bunaqasini ko'rmaganman shaxsan o'zim. 2023-yil Hyundai Tucson juda ham kam rasxod qiladigan mashina. Bir 6 ta yeydi benzinli, gibridi. Polniy bak 700 km yuradi deyapti. Turbo motor 1.5. Mana elektr paket sideniyalar, elektr paket oynalar. Bu juda yumshoq. Buni ich qog'ozlari ko'p. Hyundai Tucsonni sevadigan, yaxshi ko'radigan aka-ukalarimiz bilishadi, haydab ko'rishgan. Bunda endi head-up yo'q. Sensor datchiklar ulab qo'yishdi, monitorlari, kojinli salonlari. Обогрев bor, obduf yo'q ekan. Boshlamda ekonomishli, bunaqasi kamdan kam ekan, amerikanskiy variant ekan bu. Xo'p. Mashtida mana men o'zim tashini yerda o'lchadim. Mashtida pitnosi bor ekan, kichkina. Bunda yozuv tegidi. Bo'lib, hamyonlari toza ekan, gibrid motor ko'ryapsizlar. 2023-yil 37 ming yurgan bu gibrid motor Hyundai Tucsonimizni srochniy narxida 25.900 ga qo'yamiz. Buni narxi 27 ming, 26